Всем привет, qizlar, qalaysiz? Sizlar cho'chimayapsizlarmi? Kecha esinglarda bo'lsa aytgan edim, MC akkauntimni sotib olman deb. Men уже sotib bo'ldim MC akkauntimni. Bitta bloger qizga berdim, ya'ni o'zlarini profillarini aktiv qilib yurg'izayotgan ekanlar. Faqat profillari zakritый. Agar kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, kimga sotganim, qanaqa insonga berganim, men sizlarga pastda profillarni metka qilib qoldiraman. Bemalol kirib, podpiska bosib, maza qilib kuzatsanglar bo'ladi. Men o'zim даже istoriyalarni ko'rib, maza qilib ko'rib o'tiraman. Zo'r qilib yurg'izyaptilar. И вот biz hozir, то есть bular hozir basseyn tozalayaptilar. Birinchi o'chirda men tozalayotgandim bular bilan, keyin kuchim yetmadi, keyin o'rtalarini chaqirib, hozir endi basseynda tozalashyapti. Video qilib olganmiz polni, sizlarga ko'rsataman yana. Hozir ular orqada tozalashyapti ikkita o'rtoq. Ama bu yoqda suv olib chiqib, qarashib yordam berib turibman. Ma, o'zbek emasman, men hindman. Kuchi hotsahi.